Salom bilimdon, O'zbekistonni qanchalik yaxshi bilasiz? Qadimiy saltanatlaridan tortib betakror manzaralarigacha, ilk adabiyotidan tortib ona tilimiz go'zalligigacha va e'tiqodimizni shakllantirgan an'analarigacha bu kanalda barchasi mavjud. Va bugun 10 ta savolga javob berishga bel bog'lang va shu tariqa bilimingizni sinab ko'ring. Let's go! O'zbekiston hududidagi qadimiy qaysi shahar Buyuk Ipak yo'lining muhim bekati bo'lgan? Samarqand. Samarqand qadimdan sharq va g'arbni bog'lovchi savdo yo'li, Buyuk Ipak yo'lining markaziy shaharlaridan biri bo'lgan. Shahar hunarmandchilik, ilm-fan va madaniyat markazi sifatida tanilgan. Amir Temur Samarqandni o'z saltanatining poytaxti sifatida qaysi yilda tanlagan? (1370 yil). 1370-yilda Amir Temur Samarqandni poytaxt qilib belgilagan. Shu davrdan boshlab shahar nafaqat siyosiy, balki ilmiy va madaniy markaz sifatida ham dunyoga mashhur bo'la boshlagan. Quyidagi davlatlardan qaysi biri O'zbekiston bilan chegaradosh emas? Pokiston. O'zbekiston 5 davlat bilan chegaradosh: Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston va Turkmaniston. Pokiston esa geografik jihatdan O'zbekistonga yaqin bo'lsa-da, lekin bevosita chegaraga ega emas. Quyidagi daryolardan qaysi biri O'zbekiston va Qozog'iston hududidan oqib o'tadi? Sirdaryo. Sirdaryo O'zbekiston va Qozog'iston hududlaridan oqib o'tuvchi yirik daryo bo'lib, u Tian-Shan tog'laridan boshlanib Orol dengiziga quyiladi. Sirdaryo qadimdan dehqonchilik hamda shahar madaniyatining markazi bo'lib kelgan. 1938-yilda qatl etilgan o'zbek adabiyotining yetakchi shoirlaridan biri kim edi? Cho'lpon. Cho'lpon jadid adabiyotining yorqin vakili bo'lib, o'z ijodida milliy uyg'onish va erkinlik g'oyalarini kuylagan. Sovet repressiyasi davrida yozuvchi asarlari taqiqlanib, o'zi esa qatl etilgan. O'tgan kunlar romanining muallifi kim? Abdulla Qodiriy. Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani o'zbek adabiyotining ilk yirik tarixiy romani hisoblanadi. Unda 19-asr oxiridagi o'zbek jamiyat hayoti va ijtimoiy muammolari yorqin tasvirlangan. O'zbek tili turkiy tillarning qaysi tarmog'iga mansub? Qarluq. O'zbek tili turkiy tillarning Qarluq tarmog'iga kiradi. Bu tarmoq qadimgi Qarluq, Chigil va Yag'mo tillaridan kelib chiqqan bo'lib, hozirgi o'zbek va uyg'ur tillarining tarixiy ildizini tashkil etadi. Lotin yozuvi davlat tili alifbosi sifatida qaysi yilda rasmiy ravishda qabul qilingan? (1993 yil). 1993-yil 2-sentyabrda O'zbekiston Respublikasida Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qonuni qabul qilinadi. Bu til islohoti o'zbek yozuvini xalqaro me'yorlarga yaqinlashishga xizmat qilgan. Hozirgi Surxondaryo hududidan chiqqan hadis ilmi va tasavvuf bo'yicha mashhur olim kim? Imom at-Termiziy.
Imom at-Termiziy Jami at-Termiziy nomli mashhur hadis to'plamining muallifi. U islom ilmlari rivojiga katta hissa qo'shgan va bugungi kunda ham keng e'tirof etilgan. Buxorodagi qaysi tarixiy madrasa islom ta'limining ramzi sifatida mashhur? Mir Arab madrasasi. 16-asrda qurilgan Mir Arab madrasasi Buxoroning diniy ma'rifiy markazi hisoblanadi. U hatto Sovet davrida ham faoliyatini to'xtatmagan yagona madrasa bo'lib, butun musulmon olamida hurmatga sazovor. Aziz vatandosh, yurtimizning ajoyib g'aroyibotlarini kashf etishda davom eting va bilim olishdan aslo to'xtamang. See you around.